Assalomu alaykum azizlar. Shamollashni davolovchi bitta ajoyib mahsulot bilan bo'lishmoqchiman. Bu haqida batafsil video qilaman deb va'da berdim. Bu aynan bolalarim shamollashi bilan mana shu tabiiy mahsulotdan berishni boshlayman. Ulardan bu mana shu Serinda kompaniyasining tabiiy piyoz mahsuloti va tabiiy chisnot mahsuloti. Bu ajoyib balg'am ko'chiruvchi hisoblanadi. Bolalarda yaxshigina tabiiy ravishda balg'amni ko'chirib beradi. Eng muhimi, bu mahsulotlar hech qachon yosh tanlamaydi. Kichkina chaqaloqqa ham beraverasiz va katta bolalaringizga ham beraverasiz. Kattalar ham ichaveradi va qancha iste'mol qilsangiz ham hech qanday zarari qilmaydi. Tabiiy mahsulot, 100% tabiiy mahsulot hisoblanadi. Tarkibida hech qanday konsentrat yo'q, faqat shu piyozni o'zi va sarımsak piyozni o'zi tabiiy holatda olib, mana shunday qadoqda tayyorlangan. Bu mahsulotlarni siz bozordan sotib ola olmaysiz. Bularni faqatgina maxsus olishingiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari har bitta mahsulotni, tabiiy mahsulotni ushbu kompaniya har bitta mahsulotini, tabiiy mahsulotini iste'mol qilish uchun oldin kattalarda tozalanish olib borish kerak bo'ladi. Tozalanish uchun esa mana shu ismaloq va qovoqli tozalovchi vositalari bor. Ularni iste'mol qilib bemalol keyingi etapga o'tib, detoks очищение, detoks tozalanishdan keyin keyingilarni iste'mol qilsa bo'ladi. Shamollash bo'yicha keyingi videolarda, ya'ni shamollashni davolovchi, yallig'lanishlarni, bolalarda, kattalarda shamollashni davolovchi tabiiy vositalar qiziq bo'lsa, kommentariyada tabiiy so'zini qoldiring. Keyingi videoda xuddi shunaqangi tabiiy vositalar haqida batafsil bo'lishaman.